mitti qo'lcha ohista oltin sari cho'zildi. Ammo o'sha onda Allohning amri bilan Jabroil alayhissalom aralashib, uning qo'lini olovga burib yubordi. Muso cho'g'ni ushlab og'ziga olib bordi. Shu onda qo'li ham, tili ham kuydi. U dahshat ichida qiziga qaradi. Musoning opasi uni yashirib qo'ygandi. Ona yengil nafas oldi. Biroq bu sirni endi ortiq yashira olmasligini bilardi. Fir'avn askarlari istalgan paytda bostirib kirishi mumkin edi. Shu vaqtda Alloh qalbiga solgan so'zlarni esladi. Musoni Nil daryosiga omonat topshirish vaqti yetib kelgandi. Musoning onasi titrayotgan qo'llari bilan go'dakni sandiqqa solib, kichik yuziga so'nggi bor to'yib qaradi. Ko'z yoshlari tinmay oqardi. Sandiq qopqog'ini yopar ekan, yuragi parchalangandek tuyuldi. Ko'zlari yana yoshga to'ldi. Sandiqni Nilga qo'yib yubordi. Sandiq to'lqinlar aro sekin suzib ketdi. U Musoning opasiga izidan bor dedi. Birovga bildirmay Musoning opasi daryo yoqalab ohista suzib borayotgan sandiqni kuzatib bordi. Biroz vaqtdan so'ng u qotib qoldi, chunki daryo sandiqni aynan o'zlari qochayotgan xavfning yoqasiga Fir'avn saroyi tomon oqizib ketayotganini ko'rdi. Fir'avn esa tashqarida daryoga tikilib turardi. Suvda oqib kelayotgan sandiqqa ko'zi tushdi. Darhol xizmatkorlarni chaqirdi. Anavi sandiqni menga olib kelinglar. Xizmatkorlar bir-birlariga hayron qarardi. So'ng sandiqni suvdan chiqarib olishga shoshilishdi. Ko'p o'tmay uni saroyga keltirishdi. Hamma nafasini yutib, qiziqish bilan ko'zlarini sandiqqa tikdi. Sandiq qopqog'i esa ohista ochildi. Bu bola o'g'il ekan. Uni darhol o'ldiringlar. Osiyo onamiz go'dakni ko'rgan zahoti qalbi iliqlikka to'ldi, chunki u hali onalik baxtiga erishmagandi. Bu bola ikkimizga ham quvonch keltiradi. O'ldirma. Ehtimol bizga foydasi tegar yoki farzand qilib olarmiz. Menga uning keragi yo'q. Lekin Osiyo u uchun qadrli edi. Fir'avn o'zini Xudo deb e'lon qilgan va qo'shinlarni boshqargan bo'lsa ham Osiyoga yo'q deya olmadi. Ha, o'sha toshbag'ir Fir'avn ham Osiyoning iltimosiga qarshi tura olmadi. Shunday qilib, u go'dakni qabul qildi. Mittivoy endi o'sha sovuq saroyda Osiyoning iliq va shafqatli qo'llarida ulg'aya boshladi. Osiyo